Bo'ldi, saqlamang. Endi saqlasangiz, hammaga kechiksiz. Mundaq o'ylab baxsam, bizning davomli qiladigan ishimiz saqlash ekan. Bir kimni demadim, paytni, kunni. Pulim bo'lganda, vaqtim chiqqanda, kelgusida, keyingi qitim. Ana shundaq paytlarni kutaverib, biz qoldirgan afsusliklar, ketkizib qo'yganlarimiz, yo'qotganlarimiz oz emas. Og'rib qolganda ondan salomatlikka ko'ngil bo'lishni o'ylaydi ekanmiz. Fursatni ketkizib qo'yganda ondan tirishmaganligimizga o'kinadi ekanmiz. Muhabbat bizni tashlab ketganda ondan qadrlamaganimizga pushaymon qiladi ekanmiz. Hamisha hayotdagi uzung'u, vaqt degan bog'u deydi ekanmiz-yu, natijada eng yaxshisini dal yarim yo'lda yo'qotib qo'ydi ekanmiz. Ota-onalar saqlaydi ekan. Bolam o'qish bitirib olsa, g'amim tugaydi. Bolam xizmatga o'rinlashib olsa, xotirjam bo'lardim. Bolam bir uylik o'choqliq bo'lib olsa, g'amdan xalos bo'lardim. Bolam bir yaxshi kun ko'rsa, bolalik bo'lsa, men rohat suratdim. Lekin-chu, shu kunlarni saqlab, oqibatda rohat suradigan vaqtda umr yetmay qoladi ekan emasmi? Jon tanga mehmon, inson umri ba'zi sinoqlarga bardoshlik bera olmaydi ekan. Hayot bizning vaqtimizga boqmaydi ekan. Kunlardek uzun-g'u demang. Bara-bara shu uzun kunlar nurg'un kishilarni elib ketadi. Ko'ngillarni ham elib ketadi, armonlarni qo'yib ketadi. Do'stlik sal qaralgan seri o'zgaraydi. Fursat saqlagan seri yo'qaydi. Hayotda saqlasi bo'lmaydigan nurg'un ishlar bor. Sog'lomlik. Badan kadın chiqqanda siz burun qo'g'lashgan, erishgan narsalarning hech qaysisining ahamiyati bo'lmaydi. O'rganish. Bola kichik vaqtida o'rganishga tegishli narsalarni kichigida o'rganish kerak. Cho'ng bo'lganda o'rganib oladi desak, maysa yantu o'sib bo'lganda har qancha parvarish qilgan bilan bekor. O'choqda tuzlayman desak, sundirib olamiz. Vafodorlik. Ota-onamiz ketib qolganda vafodorlik yetkazadigan fursatni topolmaymiz. Do'stlik. U ketib qolganda har qancha qadrlay desangizmi, pushaymon qilsangizmi kechikkan bo'lasiz. Nomratlik. Nomratlikqa ko'nib qolganda o'zgaray desangizmi, tirishishga erinadigan bo'lib qolasiz. Qallangiz ham dodlashib ketgan bo'ladi. Turmushda nurg'un go'zal narsalarning umri bak qisqa. Baklam qisqa. Ulardan huzurlanishni, ularning ta'min etishni bilishimiz kerak. Atrofimizdagi kishilarga yaxshi muomala qilaylik. Ularning barida yenimiz ichig'ida.